Omina onamizdan Rasulullohning xotiralari bu. Tarixda kelgan xotiralar. Onam meni 2 marta bag'riga olib qisgan deydi. Bir marta mahkam qisib qo'yibdi. Yana bir marta mahkam qisib qo'yibdi. Menga aytdiki: "Ey Muhammad, mana bu turgan giyoh hozir ko'karib turibdi. Bir kun quriydi. Mana bu turgan gul bir kun so'liydi. Chiqqan quyosh botadi. Bilib qo'ygin, dunyoga kelgan odam o'tadi" dedilar. Men hozir olamdan o'taman. Onam o'tdi deb yig'lab Ummu Aymanni qiynamang. Meni shu yerga dafn qilib, bobongiz Abdulmuttalibning oldiga boringlar. Meni shu yerga ko'minglar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Meni birinchi onam qisganlari menga onalik mehrini botamon berganlar. Ikkinchi bag'rlariga olib qisganlari men bilan bir umrga xayrlashganlari deb bilaman" deganlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mehribon onalar va doim abvodan o'tsalar, onalarning qabrlariga qarab o'tardilar. Shunda bir kun Alloh taolo hadis qudsida boring, onangizni qabrini ziyorat qiling degan hadis tushdi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mehribon onalari bilan shunday xayrlashganlar.